Assalomu alaykum hammaga. Bugun Rossiya hududida iPhone 16 Pro Max sal arzonladi. Sababi iPhone 17 Pro Max keldi. Shuni hisobidan o'tgan oyda, ya'ni sentabr oyining boshlarida narxlarni qarab yurardim. Juda ham arzonlab qolibdi. iPhone 17 ga qaraganda arzon, yaxshigina. AliExpress, ya'ni onlayn magazindan zakaz qildim. Menga narxi ma'qul bo'ldi. Ichida bonus sifatida chexol qanaqadir oldiga ekraniga shisha защитник ham qo'shib berar ekan. Hozir sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Bu iPhone 17 ga qaraganda bakayroq ko'rsatadi deb reklamalarni ko'rdim. Puliga arziydi. Yomon emas. Ana chexoli. Chexol endi yomon emas, lekin men boshqacha chexol sotib oldim. Bu chexol menga yoqmadi. Reklamasida ko'rdim. Oddiy, prostoy chexol. Shisha steklosiga kiradigan bo'lsak, shisha steklosi ham yomon emas, lekin shisha steklosi oddiy, sinib ketishi ham mumkin tushganda. Bu ham yomon emas. iPhone 16 Pro Max juda ham yaxshi, sifatli. Hali ochilmagan, endi ochamiz. Xudo xolasa. Hammaga nasib qilsin. Bu telefonni juda ham ko'p odam orzu qiladi. Orzusiga endi yetishsin. Sizlar bilan ko'rib turganingizdek, iPhone 16 Pro Max. Buni zaryadchiki ham yaxshi, zo'r. Yomon emas. Ya'ni buni zaryadchiki juda ham o'zgarib ketgan. Type-C zaryadchiki hozirgi kunda. Avvalgidek boshqacha iPhone'larning zaryadchiki boshqacha bo'lardi. Endi bu boshqacha bo'libdi. iPhone 15 da bunaqa zaryadchiki yo'q. Men ko'rganman. iPhone 15 ni do'stim olganda, rus do'stim menga ko'rsatgandi. Mana buni uchi Type-C, uniki boshqacha bo'ladi. Endi hozirgi yangi chiqayotganlar shunday bo'lyapti, bilmasam. Ana iPhone 16 Pro Max. Juda ham yaxshi. Nasiga keladigan bo'lsak, qanday qoplama